Futbol tarixidagi eng g'alati o'yin haqida eshitganmisiz? Unda bir jamoa ham o'z darvozasini, ham raqib darvozasini himoya qilishiga to'g'ri kelgan. Qanday qilib deysizmi? Unda sahifamizga obuna bo'ling, batafsil aytib beraman. Ushbu g'alati holat 1994-yilgi Karib Kubogi doirasidagi Barbados va Grenada terma jamoalari to'qnashuvida sodir bo'lgan. Turnirning bitta ahmoqona qoidasi bor edi. Durang bo'lsa, qo'shimcha vaqt beriladi va unda urilgan oltin gol birdaniga ikkita gol deb hisoblanadi. Barbados guruhdan chiqishi uchun Grenadani kamida ikkita to'p farqi bilan yutishi shart edi. O'yinning 83-daqiqasi. Hisob 2-1. Barbados yutyapti, lekin bu hisob bilan ular musobaqadan chiqib ketardi. Shunda ular ayyorona reja tuzdi. Futbolchilar vaqt kamligini bilib, 87-daqiqada atayin o'z darvozasiga gol urishdi. Hisob 2-2. Maqsad o'yinni qo'shimcha vaqtga o'tkazib, bitta oltin gol urish va qoidaga ko'ra avtomatik turi 2 hisobida g'alaba qozonish. Grenada esa guruhdan chiqish uchun istalgan darvozaga gol urish yetarli edi. Natijada ular o'z darvozasiga gol urish uchun harakat qilishni boshladi. Barbados esa o'yindagi 2-2 hisobini saqlab qolish uchun ham o'zini, ham raqib darvozasini himoya qilishga majbur bo'ldi. Yakunda o'yin asosiy vaqtda 2-2 hisobda tugadi va ekstra taymda Barbados oltin golni urib uchrashuvda turi 2 hisobida g'alaba qozondi. Xo'sh, siz ushbu g'alati o'yin haqida eshitganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda sahifamizga obuna bo'ling.